Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve malah ma ba'd. Asosiy kitoblardan bittasi bizni tariximizni zikr qilgan va bilinglarki, ya'ni UNESCO bo'lsin, Harvard bo'lsin, Cambridge bo'lsin, dunyoning eng katta Oxford bo'lsin, eng ya'ni birinchi daraja kelgan jamoalar, eng muhim darajada akademiy joylar bizni tariximizga ahamiyat berib va hifz qilib va zikr qilib chunki muhim edi. Ya'ni bunday biz tariximizni basataga olib bunday o'tib ketish kerak emas. Va nima? Shuncha tarix muhimki, shuncha nima, ya'ni katta abhat olamiy va jamoat olamiya ehtimom qilib, nashr qilib, unga ya'ni masdarlar ya'ni va resource unga bog'layib va nashr qilishlari. Bugungi kitob nima u? The Cambridge History of Early Inner Asia. Cambridge History, The Cambridge. Cambridge دنيانا ikinci جامعة تأسيسها في الدول الغربية طبعا. وكامبريدج يعني تأثيره شنو كتك بجامعنا، يعني كوبنشي شو اكتشافات علمية شو بقوم بار كوبنشي شو كامبريدج كان شقان يعني هر موضوع تبقى بسن فيزياء بسن مارقة بسن يعني تأثيرنا يعني قنشة كبرسك كم كامبريدج. طبعا bunu Deniz Sinor tahrir qilgan, ولكن مجموعة كاتبين جامعة كامبريدج bu kitobni yozishgan. طبعا bu kitob تأليف شخص واحد emas, جهد جماعي. kim bu? En katta mutaxassisin fil alam, tamammi? En katta mutaxassisin fil alam bu kitobni yozishga musharaka qilishgan. Qaysi joylarda bu nima qiladi? Taqdir qiladi. Avval shay Asiya usta, O'zbekiston shu taraflar, tamammi? Mong'oliya, bizning avlod ammamiz Mo'g'ullar, tamammi? Sibiriyani ochiqlari bizning ota yurtlarimiz, tamammi? Biz hammamiz ashta qaytamiz turklar. Ota yurtlarimiz. Mana shu mintaqalarda bu kitob nima qiladi? تغطية قلادة من عصور ما قبل التاريخ اللي هو قبل 2000 ميلادية، يعني و 4000 اللي هو يعني اختراع الكتابة حسب يعني زعمهم، إلى كم؟ إلى الإمبراطورية المغولية. ماشي معنى المقلش هذا. طبعا موضوع asosiy mavzulardan kitobga ochiqlar, düz ya'ni ochiq yerlar bunday, suhub, tamommi? Va qanday mana shu qattiq bi'a va badaviy va ra'aviy nima? Ya'ni qosiy, qattiq tabiat mana shu shu'ubni qanday nima qildi, bino qildi deydi, qanday chiqardi deydi o'rtaga. Va bularni shunday qaviy askariy la tuqhar berilmez halga olib keldi. Va bu badaviy ya'ni muhojir rahhol qavmlar qanday borib Sinu, Ironu, Bizanta, Romani yiqitishdi va olishdi va hukm qilishdi. Masalan, Amir Temur borib Moskvani olgan, Moskvani hukm qilgan, ya'ni Amir Temur borib Izmirni olgan odam. Borib Sin qilar tushardi, qo'liga edi Sin. Hindistonda ochdi Dilhini. İskandar qilolmagan ishni Amir Temur qilgan, tamommi? İskandar ta Hindistonga kelib, Hindistonga to'xtab, ashta nima qilgan, o'lgan. Lekin Amir Temur Hindistonni ham olgan. Shunga o'xshagan, ya'ni shuni nima qiladi, ya'ni bahth qiladi. Mana shu bi'at nima qiladi deb. Keyin Shu'ub Turkiyni daqiq tafasil beradi. Turklar qanday quvvai siyosiy bo'ldi. Va bu qaysi tarixga tarkiz qilishadi? Qarni sadis al-miladi. Tamam mı? 700'larga. Tamam mı? Ve bu taban bidayet Fajr al-İslam. Ve bular mesela yani şu vaqtdagi nuqush toshlarga naqsh bo'lgan, masalan Orhun naqshlar bor. Undan avval ham hozir naqshlar chiqdi. Ana shularni nima qiladi? Tahlil qiladi. Nima uchun?
shu nizomiki bor edi, tamommi? Vahdaki bor edi. İçtimaki bular o'tirishardi, oqsoqol sistem masalan. Shulardan nima qiladi? Va tijora va thaqofa. Ya'ni islomdan avval, islomdan keyin, tamommi? Va thaqofatlar qanday nima bo'ldi, imtizoji bo'ldi. Shularni ham mana shu ham birinchi termasi kitobi bahs qiladi. İnşallah boshqa bir video ko'ramiz va mana shu silsilaga. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.